Assalomu alaykum aziz do'stlarim, siz Uzpro Live kanaldasiz. To'g'risini aytadigan bo'lsam, bugungi mavzuyim mana bu do'konlarda sotyapti-yu, hozir trendda. Pulchka degan vafli, American Surprise degani. Kim ko'rdi, ko'rmadi, video qildim. 10 pochka keks olgandim, 5 pochka vafli olgandim. Hammasini videoda ko'rsatib joylashtirdim kanalimga. Pul chiqadimi, chiqmaydimi? Umra safariga bilet chiqadi deyishdi. Men o'zim ko'zim bilan ko'rganim yo'q. $50 chiqdi deyishdi. Короче, kim o'ylab topgan bo'lsa ham, miyasi yaxshi ishlaydi ekan. To'g'risini aytganda, chunki vaflisini yeb bo'lmaydi. To'g'risi, kачество yo'q. Sifat 0. Keksi ham shunaqa. Mana bu kartochka rasmlar bor-ku, plotный mana shu nimaga yopishgan keksga. Ana shu rasmni qo'parsangiz, ahvol chatoq. Umuman yeyishga talabga javob bermaydi. Вообще. Ochdim. 15 pochkasini ochgan bo'lsam, bitta 5000 so'm, bitta 2000 so'm chiqdi. Atak ko'psida hech nima chiqmas ekan. Просто market bu tovarni o'tkazish. Ya'ni odamlar qiziqadi-yu, hammaga pul kerak, shuning uchun bittasida, ikkitasida pul chiqishi mumkin, unda ham katta bo'lmagan summa. Bu yerda ishlab chiqaruvchi strategiyasini yaxshi o'ylab topgan. Tovar o'tadi, tovar qolib ketmaydi, talab bo'ladi, chunki odamlar qiziqadi, yosh bolalar qiziqadi. Mana bittasida pul chiqsa, yana 20-30 pochka mana shu mahsulotlardan oladi. Endi nima demoqchiman? To'g'ri, ular market qilishyapti. Strategiya, tovarni o'tkazish kerak, ishlab chiqargandan keyin забывать qilish kerak. Lekin odamlar ham, bizning odamlar juda ham ishonuvchan, sodda. Bunda pul chiqdi, menda ham pul chiqadi deb o'ylaydi, lekin 80% ni ichida pul bo'lmaydi. Lekin shu hozir mana do'konlarda 4000 so'mdan bitta keksi nima desam ekan, 4000 so'mga arzimaydi. U mahsulot 0. Shuni aytmoqchi edim. Hammaga rahmat. Olgandan olmagan yaxshi, chunki 1 kilo keks oladigan bo'lsang ham 15000, 20000 so'm bo'ladi. Zato ko'rib olasan nima olayotganingga. Uning ichida mana bu erib ketgan molokosi deyman, nima deydi. Shuning uchun olmagan ma'qul. Hammaga rahmat. Kanalimga obuna bo'lib qo'ying va like bosish esdan chiqmasin. Siz bilan Abdulaziz bo'ldi. Kanal Uzpro Live.